Nimaga yashaysan masalan? Bu dunyo narsasi bu dunyoda qoladi. Mayli, hammamiz rizq uchun yuramiz, masalan, pul topish uchun. Lekin sen bitta akangga yo opangga yoki jigaringga sen kerak vaqt tura olmasang, sen nima qilasan dunyoni yig'ibdi? Masalan, kambag'al payting bir kosa ovqat yegansan. Trilliarder bo'lib ketgan payting sen 10 kosa ovqat yemaysan-da, bir kosa yeysan. Просто odam nafsi yomon-da. Nimaga men turmasligim kerak-da hozir? Ne то что uy, любой narsa beraman-da, masalan, akam masalan, nima xohlaydi, yurak nima xohlaydi, men любой narsaga tayyor. Lekin men uchun aka, uka, opa, singil ne то что birga yashaganingda sen bir umr sen jigar bo'lishing kerak-da. Nimadir o'zgaryapsanmi, demak atrofingdagi kimdir seni o'zgartiryapti. Boshqa narsa emas. Ber, nima qilib ber, onasini, akangga ham, opa-ukalarga ham ber, hech qilmaydi-ku, jigaring-ku deyman-da. Shu ba'zi shu bola paytingni yaxshi eslasang, hech kimni o'ylama, 5 yoshli bola bir-biriga dushman bo'lib anaqa qilmagan-da. Bergan o'sha haq ko'chada kalta yesang, tarafingni olgan, masalan,